qachonki sen o'zingni ko'pchilik tarafda topar ekansan, to'g'ri ketyapman deb o'ylama. Chunki ko'pchilik oson narsaga ergashadi. Chunki biz ham ichimizda dangasaligimiz, nafsimiz doim oson narsaga tortadi. Qarang endi, shunchaki ko'pchilik qilayotgan ishga qarang, teskarisini qiling. Menimcha endi ko'pchilik erishayotgan narsaga erishish darajasi ehtimol juda ham oshib ketadi. Kimdir aytsaki, men 10 yil ishlayman, bitta joyda oyligimni olaman va 10 yildan keyin pensiyaga chiqaman deb ko'pchilikdan eshitayotgan bo'lsangiz, demak, pensiyaga chiqish yo'li bu emas. Katta ehtimol bilan chiqib bo'lmaydi. Yoki ko'pchilik aytsaki, men har kuni uyga borib kechqurun 2 soat Netflix ko'raman, YouTube ko'raman, yarim soat Telegram tiklayman, mana shunaqa va yaxshi orzularim bor, o'zimni biznesimni boshlayman, o'zim blogimni boshlayman desa, katta ehtimol bilan bu narsa bo'lmaydi. Chunki ko'pchilik qilyapti bu narsani. Qachon biz kamchilik qiladigan ishlarni qilsak, ana shunda biz kamchilik erishadigan natijaga erishamiz. Shunchaki atrofingizga qarang, teskarisini qiling.